Uni yo'lda yeysiz. Xo'sh endi. Xo'sh. Bu badamning 1 kilosi qancha pul? Menga 1,5 kilo tatib bering, ha? 1 kilosi 12 qo'y. Ha, bo'pti, mayli, tatib bering. Qanday ahvolingiz, Amina? Emin, sizni ko'migili 2 hafta bo'lay dedi. Xotin olaman deb, ovqatni tashlab etdingizmi? Undaqmi emas. Avval malni topshirib oling, keyin parangizni shayli, ha? Qarang sizni. Hadi sizlar molning gapini qilasiz-ku. Do'konga kirib bir piyola choy iching, o'zimni o'g'irlab ketamikin deb ansirayaptam sizga. Rushanka. Men bo'ldingiz. Dada o'ldigan bo'ldingiz. Nima? Bo'yingizda qaptimi? Acaba o'z pushtimizdan tamigan bolamiz bo'lishni umid qilmamsiz? Ha. Umid qilaman. Shunisi Nim demoqchisiz? Sal baldirmikin. Baldir deysiz-ku. Biz to'y qilg'ili 2 yildan oshdi. Shundaq. Xafa bo'lmang. Ha? O'zingizni asrang. Nima yegingiz kelgan bo'lsa, shuni akab beray, ha? Juring. Mana bolaga. Jiddiylashib ketgandek nima ish bo'ldi? Men kishmishlarni qachilayotgandim. Bu kimning bolasi? Tuyuqsizda birsi ishim chekdi. Berib ishini ochsam, ishning oldida bu bola turdi. To'rt tarafimga qarsam, yo'lning do'ximishida bir ayolning do'misini ko'rib qoldim. U ayol qizil pikap o'ltirib ketdi. Bu bolani qanday qilamiz? Buni Emin, bu vaqtni akab qo'ygan ayol cho'qim jiraqlab ketmadi. Darhol berib izdan. Ma'qul. Emin, bu yer bir parcha xat ekan. Ha? Men izlab boqay.
Emincan. Balam, bu xatni qizil pikapda o'ltirgan bir ayol sana berib qo'yishimni degandi. Rahmat juvona. Bo'ldi, yig'ilmang. Oppoq, yig'ilmang, bo'ldi. To'xtab qo'ying, bo'ldi, yig'ilmang. Bo'ldi. Yig'ilmang. Hay, tap oldingizmi? Tapamiz. Endi qanday qilamiz? Yo'q, yig'ilmang. Uni birdan jimitsangiz qanday? Bo'ldi. Bu bolani keyin qanday qilamiz? Hozircha uni beqib turaylik. Menmi ig'ir tursam. Nemish qahning bolasini beqib olamiz. Men sut qaynatib kiray. Hey. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lamang, bo'ldi. Birdan yetib turing, Jumaxat. Mana keldim, yig'ilmang. Yig'ilmang mana. Oppoq, yig'ilmang, oppoq, yig'ilmang. Oy. Emen, yengeydigan vaqtim yiqilishib qoldi. Bu bolni qanday qilamiz? Vaqtida bir amal qilmamsiz. Ne mandaq tugmaydigan gap bu. 20 yil bo'lay deb qoldi. Yana shu gap. Men shahar kirib chiqay. Har qancha aldrash bo'lsin-mi? Ati berib qilmamsiz. Emen. Ay.
Meni öz apam ekan deb qaldingiz. Öz apangizning nahadligini texib bilmaysiz. Mübarek bo'lsin. Ayolimiz taqlandek bir o'g'il tug'di. Ha? Rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Oh, mana. Út, budak. Dadisi, baliq ism qo'ymamsiz. İsmini Musa qo'ysak qandaq? Sizchi bo'lamdi? Siz balaning dadisi bo'lgan ekan, mayli, sizning deganingizcha bo'lsin. Emin, men ajab to'nglab ketyaptimi? Sizmi to'ngladingizmi? Yo'q. Ro'shangul, nahiyaga kirib chiqay, ish chiqib qoldi. Emin. Hı? Bugün micazim yo'q. E'tiboringiz-chi? Kishmish to'g'riliq so'zlashadigan ish. Bu fursatni o'tkazsam bo'lmaydi-da. Ha, sirtqi chiqirib azroq ishim bor. Opamning mijozi yo'q, tezroq qaytib keling. Bugun akşam qaytib kelamasligim mumkin. Apa, kızıp gidipsiz. Məndən günü höldə pişanınızı besib qoyay. Dadınız, ketdim. Ha-ha. Sizlarga tamoq etib beray. Siz chiqib hukmingizni tepib ko'ring. Topshiriqlarni ishlamay. Taladil shuridi. Tazimi bir o'yin qilib oldi. Uningga ishonchim yo'q. Apa, siz mutirlamay jim yeting. Men ukamni tepib kirib, sizga tamoq etib beray. Sizdan kichik tamoq etamaysiz. Apa, men sizning tamoq etganingizni ko'rib o'ginib olgandim. Apa, siz birdan aram ep turing. Men ukamni tepib kirib, sizga suyoqash etib berma. Acha, bugün men osmonda aeroplanning uchib o'tganini ko'rdim. Men bu cho'ng bo'lganda poyezdga, aeroplanga o'ltirib, poytaxtimiz Beyjingga bora olamdim. Ukam, yaxshi o'qib, opam dadamning gapini anglasanglar, muallimning gapidan chiqmasanglar, cho'ng bo'lganda bilim egisi bo'lib, aeroplanga, poyezdga chiqib, poytaxtimizga bora olaysan.
Oycan. Apa ne buldunuz? Apa kızınız tek düşmepti o. Ben doktor çakırıp geley. Bostan. Ben bardaşlık bereleymen. Tan assın. Andan bir gep bola. Apa, ensirmem. Ben Kurban doktorunun kızı bilen bekli yaxşı dost. Ben ulanın uyuga daim berip durman. Ben hazırlık qaytıp gelmen. Oycan! Belikinizni çıkarın. Bostan, bir piyalı kaynak suya kelin. Ben doğru berey. Apanız vaqtida işi varsın. Bu doğrunu içiversiniz, kesiliniz biraz yaxşılışı mümkün. Biroq, ata çoqum şəhər kirib balını istəyatmısınız bo'lmaydi. Elimi yaxşı, Bostan qizmani vaqtida xabar qipti. Qizitmangiz bundaq o'rlaversa, çoqum yomon oqibat kelib chiqadi. Rahmat, Kurban doktor. Ustan, şehir kırıp çıktınız mı? Apamla palın üstüne çıkan, öyle gidiyorsunuz. Sen durup çıkan oynaylı. Ben apam karımsam bulmaydı. Boş emse, apamı kovuptan karamı? Makul. Roşengül. Tün yerimiden açtı. Neymiş ki hiç uxlamadınız? Emin. Sizden bir gapni so'ray. 10 necha yillik ar-xotinchiligimizning yuzini qilib bo'lsinmi? Rost gap qiling. Nima ish? Hilqi qizil pikapda o'ltirgan ayol bilan nima munosabatingiz bor? Qaysi ayol bilan? Muhambarlik qilmang. Bugun tushdan burun daryo bo'yida bir ayol bilan gaplashib, kulishib turganingizni ko'rdim. O ayolma? O mening shaharga kishmish o'tkazganligimni anglab ekan. Shunga soda to'g'riliq bir necha yig'iz paranglashdik. Biz ayollarning to'yg'imiz to'g'ri chiqdi. 10 necha yil o'tibdik.
His qilishimcha sizning oshnangiz bor ekan. Nima deb cho'ylayapsiz? To'liq quruq gap qilmay. Uflang, ha? U ayol bilan so'zlashgan chog'dagi hissiyotinglar odatdagi tanishlardek emas. Mangras gap qiling. Bo'lmasa, men aniqlamay qo'ymayman. Nima? Kesib aytalaymanki, 12 yilning oldida Bostonni bizning ishini oldiga tashlab qo'ygan ayol dal o'zi shu. Gap qiling. Boston ishqinglardan apreda bo'lgan bola, shundaqmi? Ishqinglardan nikohsiz tug'ilgan. Bu bolani menga akib berib, menga boqqizib, meni shundaq bozak qilamsizlar. Nimalar deb jo'ylayapsiz? Beshimni og'ritmay, uflang, ha? Emin. Emin, chaqirig'ingiz sayrab ketdi. Emin. Emin. Başqalardan ağlasam, qız bola qo'shim qash bo'lsa, ata-amsidan mangu ayrilib ketmaydi ekan. Meningcha, yanala ayrilib turgan yaxshi. Buni kiyib, sizni shaharga aparaman. Pek yaxshi bo'ldi. Men borman. Sen bormaysan. Uyda qilib, topshiriqlaringni ishlab tugat. Kechdi kelib, topshiriqlarni tekshiraman. Bir adam. Kimdi o? Men izdish beraymi? Kichik bola degan, aralashmaydigan. Appa, siz meni bu yerda saqlab turing. Men hozirlik kelaman.
yoqqa keling, ha? Nima olasiz? Bu yağlıqni ko'rib baqsam bo'pti ekan. Apa, bir tepib biroz orom olaylik deb kerib ketdim. Ma'qul. Apa, bu tug'ilgan kuningizga degan sovg'atdim. Nima? Tug'ilgan kunim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kunim. Bugun mening tug'ilgan kunim. Dadamiz tug'ilgan kunimni unutib ketdi. Musaning bunda qishlar bilan azaldan kori yo'q. Sizlar unutib qolmabsiz. Nima uchun sizlar unutib qolmaysiz? Mening boshqa armanim yo'q. Pul tepib boy olishni o'ylamayman. Men faqat biz bir oila kishilarning o'tishni o'ylaydim qaraganda. Bu oddiy umidim amalga oshmaydigan o'xshaydi. Apa, ko'nglingizni yerim qilmang. Sizga olgan sovg'atdim yorgan bo'lsa bo'ldi. Menga yaradi qizim. Sovg'atgan pulni nereden topdingiz? Bu pulni da'vatamsiz o'tgan qitim do'stlarim bilan ujmilikka berib, ujmi terib sotgandim. Akıllı kızım. Mağduramdan kalkanda siz emrah oladigan o'xshaysiz. O'n necha yildan beri sirtlarda yurib, sizni uyda yolg'iz tashlab qo'ydim. Meni seg'ingansiz. Mendan og'rinmang. Men pat arda Shinjonga qaytib, shu yerda tijorat qilaman. Vaqti kelganda sizni obdan rozi qilaman. Eringiz esiz. Bu yandan bastırın lan. Sen bugün neymiş kıldın? Ha? Gep kılay. Mektepten kelib o'tib qarsam, ular suv o'ynab o'tibgan, birdan qarab turdim shu. Mektepke bağmadın mı? Fadim, ishemsan ulardan so'rab baqa. Hocam, Vay meni seyretmesi olun çağırtıptı. O da 3 gün mektepke bağmazsa. oppa, mening maktabda o'quvim yo'q. Emin. Bugün yeni bir yere baramsız. Teklerge su koyduğunu okup kaldı. Özlem yalğız. İçemeyvadım. Ciddi iş battı. 2 kunda kelaman.
Nikah o'qigan kuni qo'limni tutib qasam qilgandingiz. Unutib qoldingizmi? Unutib qolamdigan. Men ishlamayman demadim-ku. İşlep durun. Qanchalik sug'arsangiz mayli. Qolganini men kelib sug'urib o'taman, ha? Xo'sh xabar yetib keldim. Bek yaxshi bo'pti. Ailemizin oliy maktab o'quvchisi chiqdi. Kentimizdan bir oliy maktab o'quvchisi chiqdi. Apa, men bek xush bo'lib ketyapman. Men cho'qim oliy maktabni tirishib o'qib advokat bo'laman. Maxsus ziyonkashlik uchirgan kishilarning g'amini yeyman. Qizim, obdan o'qing. Men har qancha jafo tortsam, sizni oxirigacha o'qitaman. Apa, men sizning mehr shafqatingizni unutib qolmayman. Umidingizni cho'qim aqlayman. Adam bormi? Jiran qizim. Kimdi bu? Voy, qandaq ahvollari? Ondan to'lima. Qani, uy kirsizlar. Qani, uy kirsizlar. Bo'ldi. Mishayatda o'ltiraylik. Oy yoq, sattirda uy kiraylik. Bo'ldi, mishayatda o'ltiraylik. Qizim, ko'pin telinga. Qani, keslar. Qizim, choy damlanga. Bo'ldi, avar bo'lmanglar. Bir piyola choy ichib keslar. Bo'ldi qizim, avar bo'lmang. Men hozirlik qaytaman. Quruqchi keslar sattumamdi. Bo'ldi. Emilning deyishicha, bugun Bo'ston qizning 18 yoshga to'lgan xotira kuni ekan. Men sizlar bilan birga 10 yildan beri sodada sheriklashib kelyapman. Bugun bu tarafga o'tgandim. Shunga Bo'stonga astili ko'nglimni ifodalab qo'yay deb keldim. Qimmat so'g'atma emas, bir tal zanjir. Qizim, ishkimiz sizlarga nima deb rahmat aytsak bo'lar? 10 yildan beri bizga ko'p yordam qildilar. Bu so'g'atni qandaqmi qabul qilamiz? Buning qari chaqliq, takalluf qilmang. Bo'ston, bo'yningizga taqab qo'yay. Bu rahmat acha. Rahmat. Qizim nim degan baxtlik. Bugun uning tug'ilgan kuni. Qizim yillar oliy maktabga qabul qilinganlik o'qtirishini topshiryapti. Xo'shallik ustiga xo'shallik bo'ldi. Shundaqmi? Ha. Sizni chin dilimdan tabriklayman. Shuncha yil sirtda yurdingiz. Yurtingizga qaytib kelib, bir kun turmayla mehmon saroyga berib oldingiz. Ko'nglingizda menda xotiningiz bormi yo'q? Uyda ko'p turib olsam, bu sodani qilolmayman. Shundaqli sizga og'irchilik deb berman. Men yana xotin ikkimizdan deb shunday qilyapman. Ko'nglim to'yib turyapti. Sirtda cho'qim boshqa bir ayol bilan birga turyapsiz. Yolg'on gap qilma. Bo'ldi, o'z gapimizga kelaylik. Hozir odam yetishmayapti. Darhol ishonchli birsini topsangiz. Agar ishimiz oshkorlanib qolsa, yenigirak bo'lsa turmada yotamiz. Eg'iroq bo'lsa, qo'limiz ketadi. Yana menga hojitingiz tushdimi? Bunday yot odamga gap qilasiz. Topgan pulda siz nima desangiz bormi? Bo'ladi, menga biroz vaqt bering. Yordam ishilgan odamni topgan degan amal qilib uni chekkizib o'tdim. Bo'lmasa uni tezgilab tura olmaymiz. Bo'ladi, izlab boqay. Kesin! Paklan go'sh sho'rtsi! Go'shab ketadi, paklan go'shi! Emin. Sen yevaga, men hazırlık kelman, ha?
Yaxshimisiz? Juring, tomoq yemamsiz? Bo'ldi. Mehmon keldi. U kim? Ha. Mening o'g'lim Musa. Bo'yi toz qamlashgan ekan. Nadi pul topyotdi? Nerede pul tapatdı? Uyda bekar yürüdü. Hay, yaqindan beri kimlarga kishmish opirib beryapsiz? Hajatman tarafga borib qolib qoldingizmi? Ha, yaqindan buyon aldirashib qoldim. Shunsiz tarafga o'tganmidi. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmaylik. Hay, do'konimda odam kamchil. Iyiga 600 so'm beraman. U men bilan birga ishlasin. Bo'ladi. Uningga nazaringiz tushgan bo'lsa, uning ta'liyi. Sizga rahmat etishim kerak. Amisa, shundoq bo'lsin. Keyin ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'jayin, siz bergan narsani topshirib berdim. Hujjat mana. U menga telefon berdi. Yaraysan. Hujjatni Tursunga bersang bo'ladi. Ma'qul. Tursun. Malni tushirib olib arameylinglar. Musani o'ptaroq kutib qo'y. Olta. Tomoq chek. O'zimni pinchiki. Qani, bevish Rahmat. Ishmaysan-ku. Muhor kuni o'rab, avor o'g'icha, bunchika. Bunchak. Bo'ldi, rahmat Tursun aka. O'zimni pinchiki. Bo'ldi. Tursun aka. Bu tamaka rostli yaxshi ekan. Kayfi bor ekan. Bu shundoq tomoqni chekin kelsa, meni izda. Musa! To'xta. Ne ko'rsa? Mushu holingga motosiklet minmoqchimi texi? Jinondan to'ygan o'xshamamsa? Jinim dada, Tursunning uyida bir narsam unutilib qoldi ekan, aklavlaychim. Qanday muhim narsa u? E'tiborg'in. Jinim dada, meni bag'il qo'ygan o narsani aklavlay. Bo'lamdi, jinim dada. Meni opag'in o'tinib qilay, jinim dada. Meni opag'in. Bak muhim narsa, jinim dada. O'tinib qilay. Bo'ladi. Ben apray. Juramsan. Rahmat. Oğlum Musa bu yerda zahar xumarini yuqtirib olibdi. Bu zodi nima ish? Men qanday bilay? Men muhilali sezib qoldim. Uning xumari tutsa Tursunning yiniga berib zahar oladi ekan. Ajiba qo'l ostingizdagilar zahar cheksa buni bilmamsiz? Musaga zahar chekkizishga Tursunni siz kuch kiritdingiz-ku deyman. Ularga pul berib ishimga selyaptiman. Biroq ularga kech-kunduz hamroh bo'lolmayman-da. Balangiz davomli bu yerda ishlayman desa, ishlayversin. Ishlashni xohlamasa, boshqa odam topaman. Bildingizmi? Xayr, xo'sh. Sen? Hey!
Yusuf ustam, yeni bir işçi geldi. Bu işçini siz Yaxshi dışarı misiz? tutib beray. O daraq öğütüp koyun. Ma'qul. Hoş Rahmat, emsi. sağ ol, To'stig'i. Keling, o'tiring. İsmingiz nima? Nerede o'tirsiz? Ismim Ro'shangul. Qum kentida o'ltiraman. O'ymachilik kasbi jafodan qochmay o'rgansingizlar tas emas. Qarasam chivar ayolkansiz. Meningcha cho'qim tizlar o'rganib ketalaysiz. Menga bunchalik ishonganingizga rahmat, ustam. Cho'qim tirishiman. Uyingizda yana boshqa odamlar bormi? Etiziriq ishlarni qanday qilasiz? Qizim G'arbi Diyor universitetining qonun kasbida o'qiyotgani 3 yil bo'ldi. Erim aldirashli yuriydi. Lekin uyga pul kirmaydi. O'g'lim kun bo'yi lag'aylab yuriydi. Yana oq chekishni o'rganyapti. O'zimdan qilgan ostola kirmam hech nimaga dal bo'lmaydi ekan. Yezimizda o'ymachilik zavodi qurilibdi. Uyimga men yaqinkan. Shunga kuchimning yetishdi ishlab pul topay dedim. Ters kuniga qopsiz. Obdan ishlang. Texnikani yaxshi egallab, jafodan qochmasingizlar. Zavodimizdan kirmimi? Har hol yomon emas. Estağfurullah. Uni zahar tashlatqilish o'rniga opirib beraylik. Maxsus dori bilan davolaydi ekan. Bechora bola baq qiynalib ketdi. Zahar tashlatqizish uchun oz deganda 5 ming yuan ketadi. Bunchalik pulni biz nereden topa olaymiz? Emin. Motosikletni seti üteyli. Onu xeyli pulga sata olaymiz. Uyimizda. Onundan başka pulga yargıdak nesi yok. Balaның bundaq azaplanışıga chidab turolmadim. Ma'qul. Oy, Emin aka. Ne bo'ldingiz? Alfozunuz bekli qo'rqinchli. Musa yaxshi qolgandi. Hammasi sening kasobiting. Musa kechidan beri bek qiynalib ketdi. Uyda hech qaysimizga oromchilik bermadi. Menga xop bo'lmay 5 ming yuan qarz berib turgan. Men uni zahar tashlatqizish o'rniga opirib beray. Mening tijoratim kasatlashib qoldi. Onchilik pulni sizga nereden tepib beraman? Amina, aqlitingni o'ylab ish qilgin. Balamni ozdirib, zahar chekkizdim. Ustingdan arzi qilmaganimga xo'sh bo'l. Asli bu pullarni sen to'lashga tegishlik. Biroq men sendan o'tni so'rab kelsam, bana ko'zda berib turishga unmayapsan. Meni majbur qilay demsan? Men har qanday ishni qilishda yonmayman. Voy, Emin aka. Bizning 10-20 yillik munosabatimiz bor. Menga shunda qo'pollik qilsangiz, ko'nglim yerim bo'ladi ekan. Sizmi o'tni olmang. Bir ishim bor. Qilsangiz, papanaqingiz uchun 5 ming yuan beraman. Nima ish? Qonunga xilof ish emas-ku. Boshqacha o'ylab ketmang. Birisiga xotandan bir parcha qashtish akeldirgandim. Sipitini ocharkan, menga yaramadi. Siz aeroplan bilan xotanga berib, qashtishini almashtirib akab bering. Konkret ahvollarni men sizga deb beraman.
Ma'qul. Andaqda barlıq chiqim senden boludu. 5000 yuan naq bersen. Әміс бекіттік. Әті беріп айырплан билет елің. Hey, qarаңа. Sizlarning yurtdagi yakki tijoratchi Amina Tosh bizning maktabga 20 dona kompyuter taqdim qildi. Yurtimizdagi kishilarning ang saviyasi xil o'sibdi jimi. Hatto yakki tijoratchilarmi ma'rif ishlarini qo'llab yetibdi. Voy. Nima? Mashina desi. U tirikmi? Ip kelgan molchi. Uni ayt qimmatbaholik moldi. Endi xotirjam bo'ldim. Qaysi doktorxonada? Bo'ladi. Men hozir boray. Xalqning ishini qilaman deb bir putingizni sundiryapsiz. Asli davolanish haqqini ular to'lish kerakdi. U zodi kim u? Gap qilsangiz-chi. Ha, bo'ldilar, so'ramayli qo'ying. Bo'ldi. Men so'ramay. 3-4 ay yatsız. Eğer kesilingiz qayta qo'zg'almasa, o ish bo'lmaganda 3-4 aylik to'liqlim haqqini berish kerak. Siz yana ularni qo'g'dayapsiz. Doktorxonadagi chaqda bu talablarni uningga dedim. O bir yuzsiz odam. O berib vaqa sodir qilgan shopirni top deydi. O shopir mendimi ig'ir yaralangan tursa, men uningga nima deyman? Bo'ldilar, meni nasib esibdi. Ro'shangul. Men sizga yuz kelolmayman. Həcət yaxşı bo'ldi. İchkiriga berib jamiyat tekshirib kelar ekanmiz. 3000 qo'y pulni o'zimiz chiqarar ekanmiz. Arziydi. Mushkamgacha Shinjongdan chiqib boqmabdimi? Uyga darhol xat yozib ota-onamdan pul olay. Postdan siz ajab xafa ko'rinasiz-ku. Dadam mashina hodisida yaralanibdi. Ukamni zahar tashlatqizish o'rniga olib berish kerak. Buningga pul ketadi. Oilamiz faqat opamga qarashliq. Opam etizlik ishlardan boshqa yana qo'shtish zavodiga berib ishlaydi. Bu qitimqi tekshirish xarajatini uydagilarga aytishga tilim bormaydi. O'g'il shundoq. Rost. Juringlar, mangayli. Chiringlar. Kaynangizga yo'linib yeting. Jiddiylashmang, ha? O'zingizni bo'sh qo'ying. Qo'rqmang, ha? O'zingizni bo'sh qo'ying.
Bo'ldi. Medirman. Ayeda birdan o'ltirib eling. Voy, yana kapsiz-g'u. Bir hafta ichida 2 qatim qon berdingiz. Sizga jon lozim emasmi? Qon berish tuzumini bilmamsiz? Buningdan keyin men sizni hargiz yo'liqtirib qolmay. Sizni saqlab turgandim. Sestra xonim, uning ahvoli qandaqroq? Siz uning onasimi? Ha, yo'q, kechiring. Bakchi delishib ketibdiman. U G'arbi diyar universitetining o'quvchisi. Ota-onasi bu yerda emas. Men bu qizning ota-onasi bilan tanishman. Men nima qilib beray? Bemorning ahvoli xeyli og'ir. Qon bek ko'p chiqib ketgan. Shunga qon berishga to'g'ri keladi. Siz bolnistga yetish rasmiy o'tib keling. Bo'ladi. Men bu yerdan o'tib ketayotgandim. Sizni yo'qlab kirdim. Balam. Jinim qizim. Qandayroq ahvolingiz? Asirman apa. Postan obdan damiling. Men ham ishlarni o'ralashtirib qo'ydim. Roshangul, sizni o'zingizni asrang. Qizimning holidan xabar olganingizga rahmat. Takalluf qilmang. Biz bir yurtliq tursak. Men mangay. Ma'qul, xo'sh. Postan, siz yaralanib jiddiy qutqizish bo'limiga kirganda, o'sha ayol sizga 200 gram qon berdi. Yaxshimisiz, xo'jayin? Meni izlaganmidingiz? Bu yerda bir qosh tishi bor. Sen uni odam tepib pishiqlab ishiltib ber. Men seni o'pda rozi qilaman. Ma'qul. Xo'jayin. Bo'ladigan qilib beray. Sizning qanday talabingiz bor ekan? Masalan, bu olmani qosh tishi deyli. Buni mundaq o'ysin. Qosh tishi mushundaq pishiqlab ishlansin. Siliq bo'lsin. Yemlisa qilchi chanmig'idek bo'lsin. Yana bir gap. Buni qat'iy maxfiy tutsin. Ish bitgandan keyin 6000 yuan berman. Qilamsan. Buni nimaga ishlatmoqchisiz? Buni sen so'rama. Bo'ladi. Men qilib beray. Oldin 1000 yuan zakalat pul berasiz. Chataq yo'q. Degina. Bu qosh tishini kimga pishiqlab ishlatkizmoqchi? Apamga. Apam qosh tishi zavodining mahir texnik.
İkimizning xiyoli bir yerdan chiqdi. Lekin opangga hargiz mening ishim ekanligini demaysan. Yana bir gap, zavodda ishlamay uyda ishlasin. Biroq bu ishni opamga qilsam, bu pulga erishamasligi mumkin. O'zingning xarajat qilish uchun men senga yana 2 million beraman. 6 million opangga bergin. Qandoq? Siz bekmertchimi xo'jayin? Men cho'qim yaxshi ishlayman. Roshangul, zavodda bir kun ishlagandan keyin uy kelganda dam olsangiz bo'lmamdi. Bunda qilsangiz chidamsiz. Siz uxlavering. Men birdan ishlay. Buni egisi oldir totidi. Bu kimning ishi? Bir chiroyli qoshtishi bo'yi bilan nemishqa bundoq o'ydirdikini? G'alat ish. Bu odam nimaga ishildi ekan? Ehtimal ichiga bir tavarikni soladigandu. Ben bilmedim. Apa, sen ishni bitirib pulini olsang bo'ldi. Ortiq ishga aralashma. 6 million berdi ekan. Seni zahar tashlatqiziman. Ochangning ishqirga borgan xarajatini to'layman demisam, bundaq ansiz ishni hargiz qabul qilmaydim. Apa, sen bak sadıcımı. Ben texi ola bergan pulni oz ko'ryapman. Ishlash, emgak qilish asli ochiq oshkor ish. Biroq biz buni o'g'ridak kechisi ishlab olsak. Apa, rasılcık gap bo'ldi ekansan. Sirtda odam bormi yo'q. Chiqib qarab boqay. Mana bu ig'zini yelim bilan yemlab qo'ysangizlar bo'ladi. Höneri bo'ladi ekan, menga yaradi. Xo'jay, men yemlab beraymi? Bo'ldi. Qachilash yemlashni o'zim qilib olaman. Kechda sen qishimga kelgin. Sana topshiradigan muhim bir ish bor, lekin buni hech kimga aytmaysan. Xo'jayin, ish haqimni Chataq yo'q. bu Sen jahon ko'rmagan bola. Ko'zing kichik. Shunchalik pulni birma-bir sanash hojatmi? Sana deb qo'yay. Bu degan bir to'min. Bankining pul sanash apparatidan 2 qatim o'tgan. Sana 2 millionni ortiq berdim. ha? Rahmat xo'jay. Buningda jiqiraqni tepishni xohlamsan. Xohlayman. Albatta xohlayman. Men hatto tushimdimi boy bo'lishni o'ylayman. Xohlayman. Bo'ladamisa. Poyizga o'ltirib, bu qashdeshini elib, qumulga berib, men ko'z tipaga odamga topshirib bersan. Ish bitganda sana 30 million beraman. 30 ming? Biroq kutilmaganda soqchilar tarafidan tutilib qolsang, men hargiz demaysan. Hammani o'z ustingga olasan. Xo'jay, qosh tishining ichiga qachilangani Buni so'ramasangmi bo'ladi? Qachilangani nihoyat qimmatli narsa. Qandoq qilishga jur'at qila olamsan? Oldin 5 million beraman. Ish bitganda qolgan 25 millionni olasan. Agar chin turolmasang, 25 millionni ololmay qolmay, yana arzimas jiningdan ayrilib qolasan. ishlayman. Bu gaping joyida. Ot ketisi bo'g'iz yemisi samirmaydi. Odam qo'shimcha pul topmasa boy bo'lolmaydi. Bu 5 millionni hozircha hashlab tur. Bu xatni elib, qumulga borgandan keyin mening ko'rsatmam bo'yicha molni topshirsan. Ma'qul. Bu xat hargiz boshqalarning qo'liga tushib qolmasin. Esingda tutdingmi?
Xatirjam bo'ling. Jinimdan ayrilib qolsam-mu, mal bilan bu xatni hargiz yo'qitib qo'ymayman. Yo'ldosh, so'mkalaringizni ayağa qo'ying. Saqchi boshlig'i, bu so'mkada gumonliq narsa turdi. Kelib tekshirib bakkan bo'lsangiz. Xo'p, men hozirli boraman. Jira. Biz bilan bu yoqqa men. Nima ish bo'ldi? Ishxona kirib so'zlashaylik. Turinglar. Eshikning ichida nima bor? Ocha. 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 Bu qaştishi. Men qaştishi so'zi bilan shug'ullanaman. Unda emas-da. Ishemsanglar ko'rib yiqinglar. Va, oyoq berib o'lta. Ma'qul. Bunun qaçlangını zəhərkən-qo. Apırıb təkşirib beqanla. Sən cinayət gümandarını cinayi işlər saqçı ətirtiga apırıb bəgin. Bo'ladi. Oy, u yo'q-qo. Ha? Qo'lala, tez. To'xta! To'xta! To'xta deyman! Hey, to'xta! Ne kaçsa? Bitirlama! Hem kaşkınanı bir görek. Qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Bir ish bilan kelganmidinglar? Siz Roşengil yo'q bo'lamsiz. Ha, men shu. Bir ish bormidi. Biz şəhərlik CX idarəsidən. Bizning sizni izlab kelishimizdagi sabab siz zəhər setish delosiga chetilib qoldingiz. Darhol biz bilan ming. Zahar setish. Bundaq bo'lishi mumkin emas. Sizlar xato tunib qolgan o'xshaysizlar. Qolgan gap bo'lsa atrofga borgandan keyin deyishaylik. Hozir biz bilan ming. Qurban, Mahmud, etminglar. Emin! Emin! Ha! Hey! Sıla! Roşengül! 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 Yavaş bir ayol deyip, bana ne ayıp vardıgan dersin? Ay bu Roşengül obdan ayol idi. Qanda xo'p, qonun xilop ishlarni qilib yurgandi, ha? Boshqalar bilan birlashib zahar setibdimiz. Ha, menimcha andaq emas-da. Shundaqkan qizi Bo'stonga xabar qilib qo'ysak bo'ladi. Topshirgan ishlab bo'ldingmi? Ishlab bo'ldi. Kash telefon qila. Ma'qul. Kiring.
Ablamit müdür, sizden bir işini ötürmek idim. Keling. Bu yoqqa kelib aldirma sizlar. Ablamit müdür, apam bilen enimni saqçılar zehir satkan deb gumanlanıp tutup ketipdi. Apam intayin qayda yosulluq ayal, her işini qılmaydı. Bunun da çokum bir uvalçılık var. Siz kanun mutaxassisi, ben sizni apamның aqlıqçısı bolışqa teklif qılay dedim. Çataq yo'q. Ben bu havolani qabul qildim. Rahmet Ablamit müdür, siz apamның aqlıqçısı bolsanız, men xatirjam bolaman. Sizningcha munda qilsak bo'lamdi. İkimiz birlikda apangizning aqlıqchisi bo'layli. Mening advokatlik kasbiy guvonaman bor. Siz fuqarolar vakolatchisi bo'ling. Onun ustiga siz nat yaxshi o'qidingiz. Bu siz uchun bir yaxshi o'rganish fursati. Men bulamanmi? Bo'la olaysiz. Menimcha cho'qim bo'la olaysiz. Menimcha siz baş advokat bo'ling. Men sizga aq tilak bo'lib beray. Ablamit müdür, bana shunchalik ishonganingizga rahmat. Men bu ishni cho'qim tirishib yaxshi ishlayman. Hukumingizga nima bo'lgan? Unig'imi bir advokat deb beramda qandaq? Fakultetimizning advokatlar ish o'rnidagi Rahman qobiliyatli advokat. Obdaroq o'yinib beqing. Enim Musa kichigidan yaxshi o'qimagan. Uning jinoyat gumondori bo'lib qilish ehtimoli bor. Uningga bir advokat taklif qilib bersak-mi mayli? Men Rahmanning saviyasini obdan bilaman. U mening maktabdeshim. U burun fakultetimizdagi a'lo o'quvchisi. Ben Ablamit. Rahman, derhal mening ishxonamga chiqing. Sizga muhim bir vazifa chiqib qoldi. Meningcha Rahman sizga yordam qila oladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kirdingizmi? Seni bu ishni qilishga kim buyurgan? Bana aynan deb berishing kerak. Bu sening jinoiy javobgarligingni yeniklatmaslikda intayin muhim. Hech kim buyurmagan. O'zim xalab qildim. Jinoyatni o'z ustingga elishing vijdon azobidimi yoki oqibatidan qo'rqibmi? Rahman advokat. Menga bunchalik mas'ul bo'lganingizga ko'p rahmat. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Sizden ötünüp qalay. Menden ortiqcha savol so'ramasangiz. Bu ishni o'zi qilibdi deb tushunsangiz bo'ldi. Bunda qilib qanchalik bedel to'laydiganingni bilamsan. Sen rostli bosh jinoyatchi bo'lsang, sana o'lim jazosi hukm qilinadi. Bo'ladi. Obdaroq o'yinib baqasan. Agar menga yana deydiganlaring bo'lsa, baldiroq xabar qilib qo'yasan. Dilo ahvolni men sizlarga tanishtirib bo'ldim. Bu haqda sizlarning fikringizni anglab boqmoqchiman. Ablamit müdür, men aqlaydigan odamning ahvoli sal murakkab. Ba'zi alomatlardan qaraganda Musa agashkuchi jinoyatchidek qiladi. Haqiqiy bosh jinoyatchi boshqa bir odam bo'lishi mumkin. Aqlg'uchi bo'lgan odamning mas'uliyati paket ham qonunga asosan oqlanuvchining gunohsiz jinoyatining yenik ekanligini o'ttirib qo'yib isbotlash. Jinoiy ishlar mas'uliyatidagi material ham fikrlardan xalos qilish. Oqlanuvchining qonuniy huquq manfaatini qo'g'dash. Sizning yangi jinoyat gumondorini fosh qilish majburiyatingiz yo'q. Bu taftish organlarining ishi. O'rtaqlashib jinoyat o'tkazish davomida bosh jinoyatchi bilan agashkuchi jinoyatchining o'rni, roli o'xshamaydi. Ular ustiga oladigan jinoiy ishlar mas'uliyatimi o'xshamaydi. Haqiqiy bosh jinoyatchini tortib chiqib, oqlanuvchining agashkuchi jinoyatchi degan o'rnini bekitganda, ondan men uning jinoyatining yenikligini isbotlayman. Shundaqla uning jinoiy ishlar javobgarligini yeniklatish fikrimni o'tirib qo'yishga asos sola olmayman. Kechiring. Siz mening ustozim, ham bevosita rahbarim. Men sal hayajonlanib ketdim. Afv qilasiz. Deginimiz to'g'ri. Shunga siz zo'r miqdordagi jafoliq inchki xizmatlarni ishlab, sotda kuchlik paketlarni o'tirib qo'yishingiz kerak. Shundaq Abdumit muallim. Men cho'qim bu ishni tirishib ishlayman.
Qandaq? Ben ufkungizga tanıştırgan bu advokat bo'lamdi ekan. Rahmat sizga maktabdeshim. Mening bir ko'z qarashim bor, deb baxsam balkim foydalanib qolasiz. Qani dana? Saqchilar hali qash teshini tekshirgan chaqda Musa nima uchun qochdi? Uning qechishdagi maqsadi meningcha hargizmi qo'lga elinishdan qutulish uchun emas. Sizningcha uning maqsadi nimadir? Qandaqdir bir muhim narsani yoshirish uchunmikin deyman. To'g'ri deysiz, haqiqatan aqlli ekansiz. Ha, ras. Birinchi qatim men uning bilan ko'rish uchun tutib turish o'rniga borganimda u yalang'oyoq kirgandi. Balkim bu bizning tunji navbat tekshiradigan yipuchimiz bo'lib qolar. Musa, o'ylanib bo'ldingmi? Deydiganim yana shu gap. O'zim qilgan ishqa o'zim egiman. Sot echilish vaqti kun sari yaqinlashyapti. Sening mushu orliqdagi qimmatli vaqtdan voz kechmasligingni umid qilaman. Bostan. Fikringiz Musa yanılı o'zim qildim degan gapida ching turib oldi. Biroq men yanılı o'z ko'z qarshimda ching turaman. Bosh jinoyatchi Musa emas. Musa egashkuchi. Bir işiniz bormi? Bu lentiga Musa'nın hadisining so'zi ilingan. Sizlar avval tekshirib beqinglar. Agar boshqacha gap so'zlar bo'lmasa, bu lentini Musa anglab baqsin. Bo'ladi. Biz qoida bo'yicha ish bajaramiz. Qadrli ukam, dadam ikkimiz seni pek seg'indik. Senmi dadam opamni meni seg'ingansa, opam bilan seni saqchilar tutib ketgandan keyin har kun oqshimi dadam ikkimizning ko'ziga uyqu kelmaydi. Sen bizning yurak bag'rimiz. Opamning gunohsiz ekanligiga ishonaman. Biroq sen-chi, ajiba bugungacha asosingni topmayaptamsan. Qadrli ukam, endi g'aflatdan uyg'ongan vaqt keldi. Obdan o'ylanib boqqin. Sen ailemizning e'tiborli bolasi eding. Ular sening jamiyatga yaramli odam bo'lishingni umid qiladi. Biroq 20 yoshga kiray deb qolding. Sen bu oilaga zodi nima ish qilib berding? O'g'il ota-onaga javob qaytarish kerak-ku. Sen ular uchun zodi nimalarni qilding? Sen kichigingda yaxshi o'qimading. Zahar chekishni o'rganib olgandan keyin oilamizni vayron bo'lish girdobga olib qo'ydim. Dadam bilan opam mahallikilarning oldida bosh ko'tarolmas holga tushib qoldi. Ukam, anglasam opam kuzatxona soqchilariga yolvorib, soqchi yo'ldosh, balam gunohsiz, hammani men qilgan, o'tinib qolay, balamni qo'yib bersanglar debdi. Opamning yig'lab qaqshab iltijo qilishlari kim uchun? Buni vijdoningdan so'rab boqqin. Ukam, sen bana nurgun arzu armanlarının bağlığını deydin. Sen Beycan'a bir bağsam deydin. Çoğun bopmuş gemgece poyizga aeroplanga çıkıp bakmaptı men deydin. Kelgüsün parlak. Dadam senden ayrılanmaydı. Apam mı sana çıdımaydı? Men mu senden ayrılıp kılışkı çıdımaymen? Ukam, obdara oylanıp bakkın. Advokat bilan ko'rishiman. Advokat bilan ko'rishiman. Advokat bilan ko'rishiman. Malni evetdim. Öz bahası setip pulini derhal evetip bering. Amina. Baş jinoyatchi Amina qonunning to'rga tushgandan keyin opam ehtimol qutulib qolar. Mushu paketga asosan Musaning jinoyatini yengillatgili bo'ladi. Baş sotchi. Men ham G'arbiy Diyar universiteti Tangritog' advokatlar ish o'rnining mudiri ustozim Ablamid javobgar Ro'shangulning oqlig'ichisi bo'lishni o'rtaq ustimizga oldik. Ayblig'ichi Musa bilan Ro'shangul ustidan ikki javobgar birlashib delo sodir qilgan. Zahar yetkash jinoyati, zahar setish jinoyati o'tkazgan deb shikoyat qildi. Zahar yoshirgan qash teshini pishiqlab ishlab jinoyat quroli bilan ta'minlagan. Bu zahar yetkash jinoyat delosidagi agashkuchi jinoyatchi bo'ladi deb bekitdi. Bizning qarshimizcha yuqorqi ayblashda paket to'liq emas. Qonunni muvofiq qo'llanmay, jinoyat bilan jinoyat emasning chek-chegarasi ojizlashtirib etilgan. Birinchi,
Devletimizin Jinoiy ishlar qonunida jinoyatning turg'izilishi, maqsadlik jinoyat o'tkazish degan shartga qat'iy turishi kerak deb belgilangan. Demak, jinoyatchi o'z qilmishining jamiyatga keltiradigan ziyinni aniq biladigan, bu xil oqibat keltirgan psixologik pozitsiyani umid qilishi yoki bo'lishi qo'yayotgan bo'lishi kerak. Javobgar qashtish o'yma ustasi. U xaridorning talabi bo'yicha qashtishni pishiqlab ishlab bergan. U haqning qashtishini nima ishlatadiganligini bilmaydi. Ishonimizki, sud Ro'shangildek mushundaq ixlosman, oq ko'ngil, qoida yo'sulliq. Eriga, farzandlarga mehribon yuz ayoli qarta, gunohsiz deb bekitish oldingi sharti ostida, o'z vaqtida hukm chiqarib qo'yib berdi. Har qaysinglarga rahmat. Qaltis, yo'lliq, pokitlik, ovozingiz hissiyotli, yaxshi so'zildingiz. Baş sotchi, so'roqchilar. G'arbiy diyar universiteti Tangirtog' advokatlar ish bajarish o'rni javobgar Musaning tuqqunining havolisini qabul qilib, meni javobgarning aqlig'uchisi qilib avatdi. Javobgar Musami buningga qo'shildi. Ayblig'ichi Musa bilan Ro'shangil ustidan ikki javobgar birlashib delo sodir qilgan, zahar setish, zahar yutgach jinoyat o'tkazgan deb shikoyat qildi. Mening qarashimcha, birinchi, ayblig'ichi organning davolash hujumiga atgan jinoyati to'g'ri emas. Ikkinchi, mening davolash hujum birinchi javobgar bosh jinoyatchi qatoriga kirgizildi. Meningcha bu muvofiq emas. Ayblig'ichi organ yangi bir jinoyat gumondorini tushirib qo'ygan. Dal shu jinoyat gumondori haqiqiy bosh jinoyatchi. Mening davolash uchun bo'lsa agashkichi jinoyatchi. Agashkichi jinoyatchilar qarta yenikletib jazo bersa yoki jazoni kechirim qilsa bo'ladi deb belgilangan. Bu men ta'minlaydigan yangi paket. Buni sotdan ko'rib beqishni umid qilaman. Deloda zo'r o'zgarish bo'lg'achqa, yanimi ilgirlab tekshirishga to'g'ri keldi. Hozir sud yepildi. Qachon ichildiganligini ayrim uqtirish qilamiz. Menga chaqirg'i qilib nima qilsa? Sudtiki ishni bilgansiz. Baxıningizni ko'rdim. Ayting, jiddiylashmay tura olaymanmi? Musaning hayliq aqlig'uchisi tig' uchini menga qartyapti. Yana texi bosh jinoyatchi tortib chiqarilmadi deyapti. Musaning bu ishni sening ko'rsatmang bo'yicha qilganligini faraz qilgandim. Farazim to'g'ri chiqdi. Putumni meyib qilding. Xotinim bilan balam balog'i tiqding. Sen bizni xoni bayron qilmoqchimi? Sen zaharli yılanning zodi nima maqsadi bor? Emin aka, sizga yuz kelanmayman. Oilangizdagilarga yuz kelanmayman. Men 100 ming ham tayyorlab qo'ydim. Hozirla yiningizga opirib beraman. Putingizni davolatqingiz kelsa, putingizni davolating, nemish qilsangiz mayli. Emin aka, pul tegizmay yana amalini qilib beraman. Jon hayot qolsa nima qilib bo'lmaydi. Navoda men turmaga kirib qolsam, sizlarga yordam qiladigan odam yo'q. Anlasam, advokat Rahman Bo'ston bilan birlikkan. Munosabatimi yaxshi ekan. Emin aka, Bo'ston uningga deb baqqan bo'lsa, u advokatlikdan voz kechsa, barliq chiqimni men to'lagan bo'lsam, bo'lamdi. Emin aka, mushu bir qitim meni kechirib eting. Men buningdan keyin yaxshi odam bo'laman. Emin aka, ikkimizning 10 yillik munosabatimizning yuzi uchun o'tinib qo'y, meni qutqizib bering. Ishni eching. Siz buni Anglasam, Amina qo'lga ilinibdi. Taftish mahkamasi uning ustidan shikoyat qilgandik. Amina, nima uchun o'pib qolgandi?
Nima? Bo'ston. Siz uni tanimsiz? Ha. Javobgar Amina Tosh, sen eng oxirgi so'zingni bayon qilsang bo'ladi. Jinoyatimga qarata hech qanday gapim yo'q. Biroq intayin muhim bir ish bor. Demsam bo'lmaydi. Agar mush paytda demisam, menga endi deyish fursati yo'q. Bu mangu yeshilmaydigan bir sir bo'lib qoladi. Emin aka, siz bilan maslahatlashishga ulguramadim. Ham cho'lamni tegmadi. Mush kunlarda kelimdan xizo o'tmaydi. Ko'zimga uyqu bormidi. Qizim xiyolimdan ketmidi. Bo'ston, siz emin ikkimizdan bo'lgan bola. Qizim Bo'ston, anglab turing. Shu chaqda qilgan ishimga qattiq pushaymon qildim. U chaqda emin ikkimizdan siz opirida bo'ldingiz. Men erimning meni qo'yib etishidan qo'rqib, sizni boshqalarga berib etishidan ansirab, amdila bir oylik bo'lganingizda sizni eminning ishiga oldiga tashlab qo'ydim. Shuning bilan Ro'shangul sizni beqib cho'ng qildi. Biroq siz nimalar degan bilan mening yurak bag'rim. Sizni mashina soqiyotganda sizga men qon berdim. Ikkimizning qon tipi o'xshash. 18 yoshga to'lgan kuningiz sizga sovg'at qilgan zanjirning oyat qaypig'a tug'ilgan kuningiz bilan men dastlabda sizga qo'ygan muhabbat degan ism o'yilgan. Ro'shangul, mening shartli nomerim 355. Bu raqam esingizdadir. Siz buni Eminning chaqiruvsida ko'rgan. Endi tushungansiz. Qizim Bo'ston, mayli menga nafratlaning, sizdan og'rinmayman. Sizga yuz kelanmayman. Bilaman. Sizga ona bo'lishga loyiq emasman. Men onalik burchimni yaxshi ado qilolmadim. Dada, u nima deb joylayotdi? Yo'q, bu mumkin emas. Mening birla opam bor. Uning ismi Ro'shangul. Hozir sotimiz vaqtincha to'xtatiladi. 10 minutdan keyin davomlashtiramiz. Hozir hukmni e'lon qilamiz. Sotimiz jamiyat muqimligini qo'g'dash, xalq omasining jismoniy sog'lomligini kafolatga ega qilish uchun Junxo Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar qonunining 347, 22 ham 13 moddalaridagi belgilemelerge asasen tövendikidek hüküm çıkardı. 1. Javobgar Amina Tosh zahar setish jinoyati ham boshqalarni zahar chekishga aldab qiziqtirish jinoyati o'tkazgachga mazkur delodagi bosh jinoyatchi deb qarilib o'lim jazosi berildi. Siyosiy huquqidan mangu mahrum qilindi. 2. Javobgar Musa Emin zahar yetkash jinoyati o'tkazgachga mazkur delodagi agashkichi jinoyatchi deb qarilib muddatlik 7 yillik qamoq jazosi hukm qilindi. 3. Javobgar Ro'shangul Yaqub gunohsiz qo'yib berilsin. Sotimiz oxirlashdi. Canım balam. Canım.
Tursam, meyislenmegin, obdan adam bop çıkkın. Bostan. Yenimge kelgen bolsunuz. Kızım. Meni bir qıtdan bolsumu apa dep çaqırgan bolsunuz. Boptu, sizni tanıyıp koymay kızım. Çaqıramısınız boptu. Men pat arada bu kişilik dünyadan gidemem. Men faqat bu dünyadaki en iliq ata bolum. Bana hemra boluşun pek ümit kılattı. Muhabbet sevgiye tulsun temale sevgiye Allah! Ben üç gündekin seni kövgülü barım ben. sevgiye tulsun Oğlum, özlemle asla. Vafadar nigarın amitin medetkar sunmaz kanitin Vafadar nigarın amitin medetkar sunmaz kanitin Seferde bulsa o tağdek yarlek İlgilmez şemşettek hamidin İlgilmez şemşettek hamidin Seferde bulsa o tağdek yarlek İlgilmez şemşettek hamidin İlgilmez şemşettek hamidin